Avvalgi dasturlarimiz orqali Qoraqalpog'istonda media haftalik o'tkazilayotgani haqida xabar bergan edik. Loyiha doirasidagi amaliy mashg'ulotlar davomida jurnalistlar zamonaviy media muhitning dolzarb yo'nalishlari bo'yicha bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishdi. Kuni kecha haftalikning yakuniga bag'ishlangan tadbir tashkil etildi. Unda ishtirokchilarga maxsus sertifikatlar topshirildi. Hozir shu haqda. Bugun Qoraqalpog'istonda media haftalikning 5-kuni va rostini aytsam bu yerda oddiy treninglar ketma-ketligi emas, balki bu yerda jurnalistika yangilanmoqda. Yakuniy kunning birinchi yarmida ishtirokchilar sun'iy intellekt imkoniyatlari hamda turli zamonaviy dasturlardan ish jarayonida samarali foydalanish bo'yicha amaliy bilimlarga ega bo'lishdi. Shuningdek, hafta davomida olingan bilimlar asosida maxsus test sinovlari ham tashkil etildi. Media haftalikning eng so'nggi jumlahovchi bosqichi bugungi bosqichda, ya'ni Basbaso'z xizmati bosqichlarini Beruniy Alimov belgili jurnalist o'zining master klassini o'tmoqda. Albatta bu master klassda bizlar o'zimizga kerakli ma'lumotlarga, ham chanallarga ega bo'lyapmiz. Bulardan tikadan fact checking ma'lumotlarni SSU jasama intellekt bilan жұмыста ham o'zimizning olib borayotgan жұмысымызda amalga oshirish bo'yicha bir qancha bilimlarga ega bo'ldik. Modellashtirishlarni hammasi bilash kerak, bilish kerak. Hujjatli filmda bunaqa emas. Borcha emas. Yana bir e'tiborli jihati, mana shu uchrashuv bilan o'ylaymanki, bizning muloqotimiz yakunlanmaydi, chunki mana seminar so'ngida ham raqamlar bilan almashdik. Hozir ijtimoiy tarmoqda hamma bor va kelishib oldik. Agar qandaydir mavzu bo'lsa, bemalol yoki savol bo'lsa murojaat qilishlari mumkin va o'z navbatida biz ham hamkasblarimizdan qandaydir qahramon izlashda, mavzu topishda hamkorlik qilishimizni aytdik va shu asnoda media haftalik juda samarali va foydali bo'lmoqda. Bu kabi uchrashuvlar boshqa hududlarda ham davom etadi, chunki Qoraqalpog'istondan boshlandi. Endi boshqa hududlardagi hamkasblarimiz bilan mana shu tarzda samarali muloqot qilamiz deb o'ylayman. Kunning ikkinchi yarmida esa media forum bo'lib o'tdi. Unda media haftalikning asosiy maqsadlari, shuningdek Qoraqalpog'istonda media sohasini rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar yuzasidan fikr almashildi. Biz uchun sevimli bo'lgan Nukus shahrida mana shunday muhtasham oqqush majmuasida sizlar bilan ko'rishayotganimizda yana bir alohida minnatdormiz. Media haftalikda Hamza aytib o'tdilar, birinchisini Qoraqalpog'istondan boshladik, bejizga emas, chunki Qoraqalpog'istonda juda yaxshi media makon rivojlangan. Bir so'z bilan aytganda, bu forum barliq jashdagi media vakillarini bir yerga jamlagan, ularga kuch, ularga tajriba ham bilim bergan ulkan forum bo'ldi. Sayısır agentligi tarafidan kontent markazi bilan birlikda ko'rkemlashtirilgan bepul mobilografiya kursida o'qidim. Hamda hozirgi kunda bir necha biznes akkauntlar bilan birgalikda hamda Nukusdagi taniqli blogerlar bilan birgalikda жұмыс ishlab o'tirman. Hamda o'zim daromadga chiqdim. Buning uchun prezidentimizga, Sayısır agentligini hamda kontent markazi boshchilarini barcha jurnalistlarga rahmat aytaman. Tadbir yakunida faol ishtirok etgan qatnashchilar sertifikatlar bilan taqdirlandi. Bugun media haftalikka kelib, biz kun davomida o'sishda sabab olib, bunday sertifikatlar olib o'tirmiz. Buning uchun kontent markazina juda ulkan rahmatimizni aytib qolamiz. Saboqlar juda zo'r ham qiziqli bo'ldi. Bizlar Toshkentdan kelgan ustozlarimizdan qiziqli kontentlarni yaratuvdi, blogerlikda ham Instagram yurgizuvdi, jurnalistga balansli bo'lgan so'rovlarga ko'plagan javoblarni oldik desam, qatelasmagan bo'laman. Bugun Qoraqalpog'istonda media haftalik o'z sahifasini yopmoqda, lekin aslida bu yakun emas, balki yangi fikrlarning starti. Aydan Allambergenova, Ali Xudoyberdiyev, Qoraqalpog'istondan.